Yaqinda siz ham tish oldirdingizmi? Bu video aynan siz uchun. Men bu videoda 10 ta tavsiya etaman, shu 10 ta tavsiyaga amal qilsangiz, inshaalloh tish oldinganingiz osonlik bilan o'tib ketadi. Avvalo bitta narsa tushunib olaylik. Tish oldirish bu sartaroshda soch oldirish bilan baravar emas. Tish olingandan keyin bu mini operatsiya hisoblanadi. Undan keyin og'riq, ishish, noqulaylik tabiiy holatdir. Lekin asosan bo'ladigan og'riqliklar, qiyinchiliklar bu lunkani tish olingan joyini to'g'ri parvarish qilinmaganlikdan paydo bo'ladi. Shuning uchun bu videoda men sizlarga 10 ta eng kerakli tavsiya etib beraman. Birinchi va eng kerakli qoida. Tish olingandan keyin tish doktori sizlarga tish olingan joyiga sterilli tampon qo'yib qo'yadi. O'sha sterilli tamponni 15 daqiqadan 60 daqiqagacha qattiq tishlab turishingiz shartdir. Chunki tishlab turganingizdan keyin chiqayotgan qon laxtaga aylanadi, qotishni boshlaydi. Va u keyinchalik lunkani himoya qiladi, yangi to'qimalar shakllanishiga sababchi bo'ladi. Agar muddatidan oldin olib tashlasangiz, lunkadan tish olingan joyda yana qon ketish boshlaydi. Og'zingizdan qon tuflashni boshlaysiz. Bu degani hali qon laxtaga aylanishga ulgurmagan. Endi nima qilishimiz kerak? Aptekalarda borib, sterilli tampon sotib olamiz va xuddi shu joyga yana 15 daqiqadan yarim soatgacha taqib tishlab turamiz. Ko'p holatlarda bu qon bo'lmaydi. Ko'p holatlarda bu og'zingizda qattiq tishlab qo'yganingizda suvli ko'p chiqqanida qon aralash suvli tuflash boshlaysiz. Ko'p patsiyentlar shunday xato qiladi. Bunday holatda tishlab turish shart emas. Bunday holatda o'z sekin o'tib ketadi. Agar qop-qora, qizil qon chiqish boshlasa, bu rost-ekan qon ketyapti. Agar rozoviy, o'shanga o'xshagan narsa chiqish boshlasa, bu suvli aralash qolmagandir. Ikkinchi qoida. 2 soat davomida tish olingandan keyin hech nima qilish kerak emas. Dam olishingiz kerak. Og'iz chayish, ovqatlanish, suv ichish, bir xil trubочка desa bo'ladi, trubочкada ham ichish kerak emas. Agar qattiq og'riqlar boshlanayotgan bo'lsa, ozgincha ho'plab suv bilan dori ichib olsangiz bo'ladi. Chunki 2 soat davomida o'sha shakllangan laxtada laxt kattalashib boshlaydi, qattiqlashib, mustahkamlashib boshlaydi va ichiga qarab o'sishni boshlaydi. Agar shu paytda bezovta qilib tepib qo'ysangiz, undan yana qon ketish boshlaydi, yana ham lunkangiz qurib qoladi. 3-qoida. Iltimos, tish olingan joyga hech nima tegmaydi. Tilinglar bilan o'ynab ko'rishadi, bir xil qo'li bilan ko'radi. Hech nima qolib ketmagan. Denga ko'rsatgan bo'lsa, hech nima yo'q, o'zi shekil shu shakllanadi. Bir xil patsientlar bor, qo'li bilan qolib ketmadimi? Kimdir tirishib qo'yadi, tili bilan tekshirib ko'radi. Unaqa qilsanglar, shu laxtani bizib yuborasizlar. Bizib olgandan keyin u yana qurib qoladi, ovqatlar yig'iladi, infeksiya yig'iladi va bitishi qiyinlashadi. 4-qoida. 4-qoida 24 soat ichida tish olingandan keyin chakish mumkin emas. Nosvoy, nikotin, snus, sigaret, любой hech nima qilish mumkin. Chunki bu hammasida tutunida yoki tarkibida infeksiya, yomonlik moddalar bor. Bu lunkaga tushib qolsa, раздражение chaqiradi va tish bitishini sekinlashtiradi. 5-qoida. Tish olingandan keyin jismoniy faollikni kamaytirishimiz kerak. Bu degani sportsmen, kachok okalarimiz 1-2 kun trenirovka chiqmay turishlari kerak. Futbol o'ynash, qattiq yugurish, asabiylashish mumkin emas. Bu tavsiya ayollarga ham tegishli. Ayollar tish olingandan keyin iltimos muzli suvda idishni yuvmaylik. Uylarni yig'ishtirish, sipirish, polatsiz 1 kun hatto o'zinglarni ehtiyot qilib tursanglar, lunkada qon yaxshi shakllanib oladi va bitish osonroq bo'ladi. Agar jismoniy faoliyatni kuchaytirib olsangiz, sport zalga chiqsangiz, yugursangiz yoki uylarni yig'ishtirsangiz, qattiq nagruska bersangiz, davleniya oshadi, davleniya oshgan sayin qon suyuladi va yana qon ketib qolish ehtimoli bordir. 6-qoida bu ovqatlanish tavsiyalaridir. 2 soatdan keyin bemalol ovqat yesangiz bo'ladi, faqatgina og'izda tez maydalangan narsalardan yeyishingiz tavsiya etiladi. Chunki agar sekin maydalangan narsa bo'lsa, mishsalarga, lunkaga nagruska tushishi mumkin, o'sha yetayotgan laxtani yirtib olishi mumkin. O'shancha tez maydalanadigan, tez hazm bo'ladigan sho'rva yoki oldindan maydalangan ovqatlar, yogurtlar, kuchi bo'ladigan til sho'rvalari shunaqalarni ichsanglar tavsiya etiladi. Bu organizmga ham vassarinasiga ham yordam beradi. Faqatgina bitta qoida, issiq ovqat yeyish mumkin emas, iliq bo'lishi kerak, jam muzday emas, iliq bo'lishi kerak yoki og'izga o'g'arib kuymaydigan bo'lishi kerak. Chunki agar issiq ovqat bo'lsa, yana qon ketib qolishi mumkin. Shu joyda issiq bo'lgan o'sha hisobiga iliq ovqatlardan ko'p ozginchalar ko'p yeb turishga tavsiya etiladi. 7-qoida bu og'iz gigiyenasi haqida. Tish olganingizdan birinchi kuni mayli tish yuvmasligingiz haqida ruxsat bera olamiz. No, ertasi kundan boshlab sekin yumshoq sho'tkalar bilan tish yuvsanglar bo'ladi. Faqatgina tish olingan chap tomon past bo'lsa, chap tomon past joylarni o'sha tish olingan joygacha yuviladi. No, tish olingan joyga zumda sho'tka, zumda past tegish mumkin emasdi. 8-qoida. Bu og'iz chayish bo'yicha. Og'izni 12-24 soatdan keyin doktor tavsiyasi bo'yicha chayish boshlanadi. Nega chayiladi? Aprizon vaqt o'tgandan keyin laxta shakllangandan keyin ustiga og'iz infeksiyalari, ovqat yegan bo'lsa, ovqat qonlari yig'ilish boshlaydi. O'shani olib tashlash uchun chayiladi. Shuning uchun chayayotganda aktivniy движение emas,
Qarqara qilish, qilish emas. Prosta ushab turib, vannочка qilib, например, bu yoqda nimasi ushab turib, keyin vannочка tuflab olish tavsiya etiladi. Nimalar bilan chayladi? Nimalar bilan chayladi? Furatsilin, ramash, yoki aptechniy, antiseptik sredstvolar, ben, xalisa, любой narsa bilan chaysanglar bo'ladi. Главный образом qaynoq yoki muzdek bo'lishi kerak emas, iliq bo'lishi kerak. Kuniga 7-8 mahal yoki ko'p chaysak tavsiya etiladi. Qancha ko'p chaysak, shuncha shu laxtdagi infeksiyaga yo'qoladi va tezroq rivojlanadi, to'qimalar tezroq rivojlanishiga shakllanadi. 9-qoida. Agar tish qiyin olingan bo'lsa yoki mini operatsiya bo'lgan bo'lsa, tish doktori olingan joyiga xalodda kompress muzdek narsa qo'yishi tavsiya etiladi. Bu tavsiyani qilish kerak. Chunki muzdek narsa qo'yganimizda qon tomiri siqiladi, limfa tizimi siqiladi va keyinchalik отек, yuz ishini, og'riqlarni kamaytiradi. Shuning uchun tish olingandan keyin muzdek narsa, любой, мороженое, любой nima muzdek topsangiz, xolodilnikdan topsangiz, yuzingizga qo'yib olasiz. Yuzingiz muzlagandan keyin, например, 1 daqiqa qo'ydingiz, 1 daqiqa dam oldirish kerak. Yana shu ildish boshlab yana qo'yamiz. Shunaqa qilib tamom iliguncha yoki 1-2 soat qilishni tavsiya etiladi. Oxirgi 10-qoida, agar tish olingandan keyin tagida infeksiya bo'lsa yoki tish olish qandaydir qiyinchilikda tug'ilgan bo'lsa va tish doktori sizga antibiotik yoki antigistamin, protivospolitiya, shamollashga, yallig'lanishga qarshi dorilar yozgan bo'lsa, ularni ichish kerak. O'zi o'tib ketadi deyish kerak emas, chunki bekorga yozmaydi doktor. Lekin bitta tavsiya bor, agar antibiotik ichish boshlagan bo'lsangiz, 2 kundan keyin og'riqlar qolib, hammasi yaxshi bo'lib kelgandan keyin to'xtatish kerak emas. Kursi bo'lsa 3 kun yozdim, 3 kun, 5 kun yozdim, 5 kun ichib qo'yish kerak. Chunki operasion vaqtdan keyin titrlar yana oshib ketsa, yana shu yerda infeksiya kuchayadi va bu antibiotik kuchi yetmasligi mumkin. Va shu bilan bizning tavsiyalarimiz tugadi. Agar shu hamma tavsiyalarni qilsangiz ham, lekin og'riq kamaymasa, hidlanish paydo bo'layotgan bo'lsa va amplituda oshayotgan bo'lsa, kecha 1 ball oldi, ertaga bugun 2 ball, ertaga 3 ball orayotgan bo'lsa, unda zudlik bilan tish olingan doktoringizga murojaat qilishingiz kerak. Chunki bizda alveolit degan kasallik bor. Alveolit degan kasallik bu tish olingan joyni shamollashi. Bunday holatda bizga qilgan tavsiyalarimiz uncha zo'r yordam bermaydi va u boshqa tavsiyalar beriladi. Tish lumkasini yana обработка qilishimiz kerak, yuvish kerak bo'lishi mumkin. Lekin agar shu videoni sirazi ko'rib, sirazi shu 10 ta qoidani rioya qilib, qunt bilan rioya qilgan bo'lsangiz, inshaalloh hammasi xuddi soch olingandek davom etamiz. Endi xuddi yaxshi, tez, zo'r o'tib ketish kerak. Agar shu video yoqqan bo'lsa, bu videoni yaqindagina tish oldirmoqchi bo'lgan yoki tish oldirgan tanishlarga jo'natib qo'ying, videoga like bosing va siz tish oldirganingizga qanchalik qiynalganingizni izohda yozib qoldiring.